Sizdan keyin kerak bo'lsa farzandlaringizga ham xizmat qiladigan mashina Lexus LX 470 yuraveradi, millionlik hisoblanadi. Arablar eng yaxshi ko'rib haydaydigan mashina. O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda ham buni maza qilib haydashadi. LX 470, Lexus 407 litrli motor turibdi, pnevma podveskada. Pnevma podveskalari ham ishlab turgan ekan. 4 ta balon taqilgan. Xullas mashinani sosteniyasi 10 balldan 7,5-8 ball desangiz bo'ladi. Endi 8 ballga sal yaqinroq 7,5 ball deng. Tushunadiganlar tushunib oldi. Rangini qaranglar. Tako'ani shampanskiy rang ekan. Bitta shu 10 tomon kriloda, keyin orqa tomon chap tomon kriloda sepilgan joyi bor ekan. Qolgan joylari toza deb aytibdilar. Bemalol tekshirib oling. Tekshirib olganda ham mana egalari bilan gaplashsangiz, o'zi nima bo'lgan, nima qo'ygan hammaligini aytishyapti. 270 ming kilometr yurgan. Radnoy probegi deb aytibdilar. Salon holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Salon holatlari ham bitta освежить qilib yuborsangiz salonlarni yanada ham tetik holatga keladi. Narxi oxirgi to'xtamga kelib 22 ming qo'yadigan bo'ldi. Lekin 22 ming oxirgi narxi emas. Realniy plyus bo'lsa, telefon qilib, gaplashib, taklifinglarni berib, tekshirib, xarid qilsanglar bo'ladi. Telegram kanaliga mana shu mashina birinchi bo'lib tushdi-da. Telegram kanaliga qo'shilib oling. Har xil mashinalar qo'yib boramiz.